Sizda hozir ko'rganimizda yolg'on homiladorlik rivojlanyapti. Buning sababi mana o'zingiz aytyapsizmanda 3-4 marta homila tushishi bo'lgan deb. Agar ayollarda homila tushish soni ko'paysa yoki bo'lmasam katta yoshda homiladorlik holatlari kuzatiladigan bo'lsa, stresslar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bularning oqibatida o'sha xromosoma jarayonining buzilishi natijasida yolg'on homiladorlik rivojlanadi. Chunki bachadonimizni o'sha homilani urug'langan jarayonni qabul qiluvchi qavati o'sha shikastlangan, ya'ni zararlangan. Mana shuni natijasida sizda toksikoz holatlari bo'laveradi. Hozirgidek ozgina surkalib keluvchi qonli videlinalarni kuzataveramiz. Sizni hozir men ginekologga yuboraman, albatta lecheni olishingiz kerak. Bu jarayonni to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Agar bu jarayon o'sib ketaversa, bachadonimizning bo'shlig'i kattalashib ketadi va biz ko'rganimizda Dopplerda juda katta zonada, ya'ni uchastkada o'sha bachadon bo'shlig'ida qon oqimini ko'ramiz. Bu siz uchun juda xavfli jarayon hisoblanadi.